Ko'pgina mamlakatlarda semizot umrni uzaytiruvchi sabzavot sanaladi. Ibn Sinoning aytishicha, semizotning tabiati 3-darajada sovuq, 2-darajaning oxirida ho'l. Semizot safroni kuchli ravishda quvadi. Safron mijozi ko'payadigan yoz mavsumi uchun bu ayni muddao. Semizotda burishtirish xususiyati bo'lib, qon ketishi va davomli oqmalarni to'xtatadi. Semizot hayz qonini, bachadon qon ketishini to'xtatadi. Bachadon achishganda foyda qiladi. Klinik tekshirishlarda aniqlanishicha, 5 gramm semizot urug'ining kukunini 1 stakan suv bilan har 4 soatda 3 kun mobaynida ichilsa, standart uslubda davolab bo'lmaydigan disgormonal bachadon qon ketishini to'xtatadi. Yangi terilgani sut bezidan yiring oqishini to'xtatadi. Semizot iste'mol qilish ayollarda reproduktiv tizimning erta qarishiga to'sqinlik qiladi. Semizot tarkibidagi apigenin flavonoidi kuchli antibakterial xususiyatga ega. Semizot tarkibidagi polisaxaridlar gripp va gerpes virusiga qarshi ta'sir ko'rsatadi. O'simlik ekstraktlarining kuchli anti-leshmanial, ya'ni leshmaniozga qarshi xususiyatlari aniqlangan. Semizot antiulteragen, ya'ni qavarib shishlarga qarshi ta'sir ko'rsata oladi. Semizotning ekstraktlari kuchli yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ibn Sino aytishicha, semizotni sharob bilan aralashtirib, boshni yuvilsa, boshdagi toshmalarga foyda qiladi. Dag'allikni siliqlash xususiyati bilan tish qamashganini ketkazadi. Lo'qillaydigan issiq bosh og'rig'ini bosadi. Semizotning quyultirilgan sharbatini atirgul yog'i bilan chakkaga surilsa ham lo'qillaydigan bosh og'rig'ini bosadi. Semizotning yangi shirasi, yangi urug'i ichilsa, sarxushlik, ya'ni mastlikni bartaraf etadi. Semizot urug'larining bir martalik qabul me'yori 17,5 grammgacha. Zamonaviy ilmiy tibbiyotdagi tajribalarda semizotning neyroprotektiv, ya'ni asab hujayralarini tiklash xususiyati aniqlangan. Bu jihatdan ayniqsa sharbati kuchliroq. Semizot zehnni yaxshilaydi. Uning fenolli ekstraktlari qariyalardagi kognitiv, ya'ni o'rganish faoliyati buzilishining oldini oladi. Semizot asosan asab tizimini zararlaydigan gripp va gerpes viruslariga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Semizot o'simligining ekstrakti asab to'qimalari yallig'langanda xotira yomonlashishining oldini oladi. Semizotning spirtli ekstrakti miya ishemiyasi, reperfuziyasi tufayli asab to'qimalari zararlanishining oldini oladi. Spirtli ekstraktining diklofenakdan ko'ra kuchli og'riqsizlantiruvchi va miya relaksatsiyalovchi, ya'ni mushaklarni bo'shashtiruvchi xususiyatlari aniqlangan. Semizot tarkibidagi antioksidant Parkinson kasalligining yuzaga kelishi va rivojlanishining oldini oladi. Ibn Sino aytishicha, semizot so'gallarni kayfiyati bilan emas, xosiyati bilan qo'poradi. Buning uchun shirasi so'gallarga qo'yiladi. Semizot shirasi xinaga aralashtirilib, tovon va kaftga surilsa, ulardagi kuyishishlarni qoldiradi. Semizot o'simligining quyultirilgan sharbati yuza qo'llanilganda teridagi qichishishni, chipqonni, urug'don yallig'lanishini davolaydi. Sharbatining bir martalik ichish me'yori 100 grammgacha. O'simlik qaynatmasi temiratkida, ya'ni lishayda hasharotlar chaqqanda mahalliy qo'llaniladi. Quritilgan semizotni sirkada quyulgunicha qaynatib, qiyin bitadigan yaralarga yuza qo'llaniladi. Bolgar xalq tabobatida semizotning quyultirilgan shirasi psoriaz, ekzemada mahalliy qo'llaniladi. Eron xalq tabobatida yallig'lanishlar, kuyganda ishlatiladi. Semizotdagi alkaloidlar, fenol birikmalar va polisaxaridlar kuchli o'smaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Semizot urug'ining yog'i antioksidant, o'smaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Yog' jigar va o'pka o'sma hujayralarini nobud qiladi. O'simlik leykemik hujayralarning apoptozi, ya'ni o'lishini kuchaytiradi. Shu moddalar gepatotsellyular karsinoma hujayralarining metastazini ingibirlaydi.
Semizotning suvli ekstraktlarini baliq yog'i bilan qabul qilinsa, jigar va buyrak hujayralarini radiatsiya zararidan himoyalaydi. Semizotning shirasi qattiq burishtiruvchanligi bilan qon tuflashni to'xtatadi. Semizot urug'ini asal bilan yeyilsa, astmani davolaydi. Eron shifokorlari tajribada semizot bargi qaynatmasining teofilinga o'xshab kuchli tarzda bronxlarni kengaytirish ta'sirini aniqlashgan. Eksperimental tekshirishlar semizot ekstrakti traxeya mushaklarining beta-2 adrenoretseptorlarini stimullashini ko'rsatgan. 17,5 gramm semizot urug'ini shakar bilan ezib ichilsa, tana haroratini tushiradi. Issiq yo'talni, jigar yallig'lanishini, oshqozon va ichaklardagi kuyishlarni davolaydi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, semizot buyrak va qovuq og'riqlari va ularning yaralariga foyda qiladi. Semizotni sirka bilan yeyilsa, barcha buyrak kasalliklarini davolaydi. Sistitlar, gonoreya, ya'ni so'zakda 40 gramm semizot sharbatini ichish samarali vosita sanaladi. Semizot barglarini issiq mijozlar yeganda jinsiy maylni oshiradi. Sovuq mijozlarga aksincha ta'sir ko'rsatadi. Yangi o'simlik yostiq ostiga qo'yib yotilsa, ayniqsa o'smirlardagi polyutsiyani, ya'ni tushida bexos maniy ajralishini davolaydi. Tush ko'rishni bartaraf etadi. Eron xalq tabobatida semizot jinsiy layoqat oshganda qo'llaniladi. Semizot o'simligida noradrenalin sifatli modda bo'lib, bu qon bosimini oshiradi hamda gipotoniyada foyda qiladi. O'simlik qaynatmasi yurak urishini kuchaytiradi. O'simlik ekstrakti tomirlar aterosklerozining oldini oladi. Eron xalq tabobatida semizot ko'z va boshqa a'zolar yallig'lanishida qo'llaniladi. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda aniqlanishicha, semizot yeyilganda ko'zning yuza qavatidagi hujayralar, ya'ni keratotitlarni ultrabinafsha nurlanish zararidan himoyalaydi. Semizot ekstraktlari iste'mol qilinganda osteoporozni davolaydi va oldini oladi. Semizotning boshqa xususiyatlari haqida keyingi video lavhalarda gapirib o'tamiz.